Assalomu alaykum babo dehqonlar. Mana bugun 6-chi bugun. 6-chi sizlarmi? Amaposimiz. Bayda o'zimiz mahalliy kul. Bayda qo'yimiz go'ngi. Hop. Mana kichkina babo dehqon qarang. Babo dehqon kelajak. Mana bayda ko'lab. Bahorgi sezonga harakat. Bu tomoniga amapost soldik. Amapostlarimizni mana ko'rinayotgan bo'lsa, rossiyskiy amapost. Endi bu yog'iga o'zimizni hashak-hushaklarni tashlab, ustiga kul sepdik. Kul sepishdan maqsad sim qurtlarni o'ldiradi. Ba'zi bir qurtlarni, hasharotlarni o'ldiradi. Qayerga ketyapsiz? Mana keling. Mana aka. Shu har xil nimalarni o'ldiriladi. Shuni foydasi bor. Ana go'ngni soling o'g'lim. Go'ngni soling. Bo'laqang o'g'lim? Bo'lajak mana dehqon. Ana shu boshidan boshlab hamma joyga tushsin. Ana. Shunday qilib solib kuzgi ishlar tayyorlayapmiz. Xudo xolasa. Yangi boq qilayotganlarga shunday nimalar tavsiya beramiz, mana shunday qilishlikda. E'tibor uchun rahmat. Sog' yuringlar.